narxiga keladigan bo'lsak, narxi necha bo'ladi? Ana endi ozgina yoqilg'i evaziga dehqon va fermer akalarimiz dala maydonlariga ko'pgina suv haydashi mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum klassik kompaniyaning kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri birinchi qo'l bo'lib yetib kelgan mana bunaqa dizelli suv pompalarimizni tanishtirib chiqamiz. Dehqon va fermer akalarimizga dala maydonlarini, ekin maydonlarini sug'orish uchun statorli oson qo'lda ham tortiladi, stator kalitga ham yuradigan nasoslarni birma-bir tushuntirib o'taman. Video obzorimizni eng kichigidan boshlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib kuzatib turing. Ishlagan videolarni ham joylab boramiz va narxlarni ham batafsil tanishtirib o'tamiz. Mana bu eng kichigidan 100 lidan boshlaymiz. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu xo'jalik uchun 50 sotik, 60 sotiklarga ham bo'laveradi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. 100 lik kirishi bo'ladi va 100 lik chiqishi bo'ladi. Akkumulyatorlik kalitda yuradi, ya'ni statorli bo'ladi. Bir soatiga dizel yoqilg'i turida rasxoti 1 litr bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin va undan tashqari bu yeriga 1 litr moy qo'yiladi, dizel masla, ya'ni bu joydan to'kib turiladi soatiga qarab. Misol uchun yaxshi moydan qo'yadigan bo'lsangiz, bunga 1,5 oy, 2 oyda almashtirib turishingiz tavsiya beriladi. Yoki arzonidan qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu yerda moy filtrlari ham bor. Moy filtrlarini ham yuvib, yana qayta almashtirib o'zida ishlatib foydalanishingiz mumkin va bir soatiga 8 metrdan tortib 31 metrga 96 kuba salkam bir soatiga 100 tonna suv haydab beradi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu 100 lik pompa motor portion razmerlari ham 186 lik bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin va narxiga keladigan bo'lsak, narxi $450 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz va undan tashqari tadbirkorlar uchun optim narxlarda nalichida bor va undan keyingisi bu 60 modelli bo'ladi. Yoqilg'i turi dizel, motor portion razmeri 192 bo'ladi, ancha baquvvat bo'ladi va bu ham statorlik, pexotda turadigan legirovkalari bor o'zida. Shunaqa va avtol 2 litr bu yerdan quyiladi. Maslinni dizel masla bu yerdan quyiladi. Vaqti kelib bu yerdan to'kiladi, almashtirib turiladi. Rasxoti bo'lmaydi bularda va salarka filtrlar bilan jihozlangan bo'ladi. Kalitlik, akkumulyatorli, statorli va suv tortish taraflari 150 likda tortadi, 150 likda otib beradi. Masofalari 6 metrdan tortib 15 metrga haydab beradi. Bir soatiga 200 kuba, ya'ni bir soatiga 1,5 litr salarka rasxotiga 200 tonna suv haydab beradi. Gektarlarga olib ishlatib foydalanishyapti dehqon va fermer akalarimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $650 dan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz. O'zida qo'shimcha mana bunaqa klapan filtrlari bilan yetib boradi. Bu kattalarni shunaqa klapanlari bilan jihozlangan bo'ladi va 3 ta xomati, kirish chiqish va klapanga. Ana endi 200 lik turbada suv haydab beradigan 80 modelligimizni tanishtirib o'tamiz. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu ham xuddi shu akkumulyatorlar bilan jihozlangan bo'ladi, statorlik va undan tashqari buni motor qismiga keladigan bo'lsak, 2 porsionli bo'ladi. Turba razmerida suvni kilosi ko'pligini hisobiga 2 ta porsion uzoqroq masofalarga ham, dala maydonlarga ham suv haydab berish xususiyatiga ega. Kirish tomoni ham 200 lik bo'ladi va chiqish tomoni ham 200 lik turbada suv haydab beradi. 80 modelligimizni soatiga dizel rasxoti 2,5 litr bo'ladi. Shu rasxot evaziga bir soatiga shu turbada to'ldir 250 tonna suv haydab beradi
Va eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsak, 1650 dollardan 12 ta viloyat shu holatda dastavkalar bilan yetkazib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va eng xo'jalik bob mana bu 76 ga 76 miz bo'ladi. Visoko podiyomlik, uzoqroq masofalarga ham suv haydash uchun kerak bo'lsa, mana bu modeli 30 model bo'ladi. 8 metrdan tortib tikka podiyomı 28 metrga soatiga 50 tonna suv haydab beradi. Buni motor razmerlari esa 178 lik bo'ladi. Statorli, akkumulyatorli va dizel rasxoti juda ham kam rasxot bo'ladi. 800 gram bir soatiga va shuni evaziga 50 tonna suv haydab beradi. Davleniyalari ham kuchli bo'ladi va benzinga nisbatan bu dizelli pompalarimiz ancha baquvvat bo'ladi va undan tashqari vazdushniy bo'ladi. İchiga suv quyilmaydi, bularda motor qismiga suv sovutmaydi, parray sovutadi. Shuning uchun hammasini soatlab ishlatishinglar mumkin. Bemalol dala maydonlarini sug'orib bo'lib, keyin o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Vaqti-vaqtida moyiga qarab turiladi. Arzon moy quymaysizlar, dizel masla quyiladi, vaqtida almashtirib turiladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi necha bo'ladi? Narxi 400 dollardan 12 ta viloyat dastavkalar bilan yetkazib beramiz. Kirish chiqish taraflari 76 lik. Yoqilg'i turi, bunisi ham dizel, hammasi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin yoki sklatimizga tashrif buyuring. Toshkent shahar Sergelida joylashgan. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, bizni kuzatishda davom eting. Bundan da qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.